Oltin rekord darajani yangilabdi. Bilasanmi? Oltinni Isuzuga tenglashtirsa bo'ladi. Chunki ikkalasi ham yildan-yilga narxi ko'tarilib bormoqda. Bunga asosiy sabab nima? Asosiy sabab Eshitganinglardek, Isuzu narxi oshdi. Buning asosiy sabablarini sizlarga sanab beraman. Birinchidan, ishlab chiqarish hajmi oshdi. Avtomobil faqatgina temirdan iborat emas. Uning ichida dvigatel, elektronika, ehtiyot qismlari bor. Oxirgi vaqtlarda bu qismlarning narxi butun dunyo bo'yicha oshdi. Bu Isuzugagina emas, barcha avtomobil brendlariga ta'sir qilmoqda. Ikkinchidan, valyuta va logistika ta'siri. Isuzu avtomobillari import qismlaridan yig'iladi. Valyuta kurslari va tashish xarajatlari oshgan sababli yakuniy narxlarga ham ta'sir bo'lmoqda. Uchinchidan, talab oshdi, taklif cheklandi. Isuzuga talab yil sayin oshib bormoqda. Ishonchli, tejamkor va uzoq xizmat qiladigan avtomobil, lekin ishlab chiqarish hajmi cheklangan. Talab ko'p bo'lganda narxlar tabiiy ravishda ko'tariladi. To'rtinchidan, standartlar va sifat talablari kuchaydi. Yangi ekologik va texnik talablar, Euro standart sababli avtomobillar yanada sifatli, xavfsiz, zamonaviy bo'lib chiqmoqda. Bu esa ishlab chiqarish narxini oshiradi. Beshinchidan, eng muhimi, narx oshdi, qiymat ham oshdi. Ha, narx ko'tarildi, lekin buning evaziga mijoz ishonchli dvigatel, kam yoqilg'i sarfi, uzoq muddat xizmat qiladigan avtomobil olmoqda. Ya'ni bu shunchaki qimmatlashish emas, qiymatning oshishi. Isuzu bugun ham bozorda eng ishonchli va o'zini oqlaydigan avtomobillar segmentida yetakchi bo'lib qolmoqda. Agar siz uzoq muddatli foydani hisoblasangiz, Isuzu hali ham eng to'g'ri tanlovdir. Narx o'zgarishi mumkin, ammo Isuzuning ishonchliligi va sifatliligi o'zgarmaydi. Isuzu ishonch va sifat.